Logistika bozori qaytyapti desam ishonasizlarmi aziz do'stlar? Ha, siz meni to'g'ri eshitdingiz. Oldinroq qilgan taxminlarim va YouTube'da gapirgan ko'p videolarim aynan shu kun haqida gapirdi. Kechagina Jenevada Amerika va Xitoy o'rtasida bo'lgan kelishuv qilindi va 90 kun davomida Xitoydan kirib keladigan tovarlar 145% dan 30% gacha tushirildi. Aynan o'sha kunni ko'pchilik bilardi va biz shuni qachon bu kun kelar ekan deb kutardik. Endi bu degani 90 kunga vaqtinchalik qo'yilgani tovarlarni kirib kelish soni oldingidan va oddiy kundan ko'ra ko'proq bo'ladi va bu bizga bozorni ko'tarilishi, brokerlarning ko'proq yuk berishi va albatta haydovchilarning kamaygani ham narxlarning ko'tarilishi va brokerlarni yanada ko'proq traklarga muhtoji ko'payganini ko'rsatkichi bo'ladi. Aziz do'stlar, shunaqa qiziqarli insightlar va har kungi logistika xabarlarni Telegram kanalimda va YouTube sahifamda ko'rsangiz bo'ladi. Bemalol havoladan o'tib ko'ringlar. Bu yangilik hammamizga bitta yutuq deb hisoblayman. Tanish logistingizni jo'natib qo'ying, chunki logistika sohasi rivojlanishda doim davom ettiradi.